Onajonim, sovchilik nima bo'ldi? Sovchilik tugadi. Qizing yoqmadi menga. Qanaqa qiz yoqadi o'zi sizga? Mengami? Ha? Menga ko'chada shim kiyib yuradigan emas, ko'ylak ishdan kiyib yuradigan qizlar yoqadi. Hop. Hop, kitob o'qiydigan qizlar yoqadi. Hop. Ko'chada hammaga salom beradigan qizlar yoqadi. Hop. Uyni, ko'chani har doim ozada saqlaydigan, supuradigan qizlar yoqadi. Topga shunaqa qizlarni bormi? Yo'q. Bo'lsa ilib qo'yaman. Manda yo'q, qarab ko'ramiz-a. Assalomu alaykum. Ana qiz menga yoqib qoldi, kelin qilaman, bor gaplash. Sizga yoqdimi o'sha? Ha, bor. Xullas, sen oyimga yoqding. Yo'qdirmi? Plan o'xshadi. Xudo xolasa to'y bo'ladigan bo'lib turibdi. Borib rozi ekan deb qo'yaman. Ha, o'g'lim nima dedi? Rozi bo'ldi. Rozi bo'ldi? Bittada rozi bo'ladigan qiz kerak emas menga. Yur, boshqa qiz top. Atirgulim, atring qayga taraladi.